Nəhayət aldırış vaqtda 5 minutluk yığıl buludu. Bulubmu muş qorimli bolsa, 2 qaç mifenni gep yo'q yığıl buludigan doya bilan tuxumda o'xshagan bir xil qorim qilish nüktib qo'yay. Qilish usulimi nəhayət oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqum o'rganalaysiz, ham so'ginish boshlayli ketdi. Mekiyaning tuxumidan amaliy ahvolimiz qarab 4 tal chaqib olib, ustiga oz miqdorda tuz solayotgandan keyin rosa aralashtirib olamiz. Qo'shimcha materiallardan bo'lsa, jusak, ko'k qizil laza va doyani bo'lsa, suratdagidek mana bu shaklda to'g'ri olsak bo'ladi. Arqadan qozonga muvofiq miqdorda may qo'yib, tayyoqlab olgan mekiyaning tuxumini qo'yib, oldiga normal holat sarg'aytib olgandan keyin buni suzib olib, qozonga yana nəhayət az miqdorda may qo'yamiz. Ondan oldin to'g'rab olgan zanjivil, piyozni solib, bir nechta aralashtirib qo'rib, mizlik puroq chiqarib olgandan keyin doyani solib, buni bir nechta aralashtirib qo'rib etib, qo'rimning ta'mini texim yaxshi chiqarsam deydigan tuqqanlarimiz cho'ng ustamning qo'rimsay tetis qo'sdan 2 qo'shqil solamiz. Cho'ng ustamning cho'nglugi bor, oilamizda mifensay qo'rganda ta'mini yaxshi olmaydigan do'stlar mushunda sinab beqinglar. Arqadan ko'k qizil lazim solib, bir nechta aralashtirib qo'rib, jusay, tuxum va nəhayət az miqdorda tuz solib, o'tning bosimini yuqori qilib 7-8 ni aralashtirib qo'rib etgandan keyin muvofiq miqdorda suv qo'yib, buni bir qaynatib taqsilab iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usuli mana shunchalik oddiy, lekin ta'mi nəhayət yaxshi chiqadi do'stlar. Oila chuqur bir sinab beqinglar arziydi. Oxirida ajrimga qo'llash yuzidan yurak yultuzi besib qo'ysanglar, qo'llagan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat. Kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.